پاسسىپ ياخشىدىن ئاكتىپ ياخشىغا. ئاپتورى مۇستاپا ئىسلامئوغلى. 2. bab ئاكتىپ ياخشى بولۇشنىڭ 3A فورمۇلاسى. 1. aşıq. Mevcudiyetning hammasi harakat holatida. Mevcudiyet aktiv bo'lib, reallikda mutlaq passiv bo'lgan bir mevcudiyet kategoriyasi yo'q. Barliq mevcudiyet kategoriyasi aslida harakat holatida bo'lib, biz passiv deb qaragan jonsiz moddalardagi atomlar o'zliksiz harakat qilib turadi. Harakat holatidagi hamma narsani harakat qildirayotgan bir kuch bor. Bu kuch moddiy olamni tashkil qilgan 4 mavjudiyat kategoriyasida mundaq namoyon bo'ladi. Birinchi, jonsiz mavjudiyatning harakati. Jonsiz mavjudiyatlar ko'rinishda harakatsiz bo'lsa-mu, amaliyotda uningdagi atom to'xtamay harakat qilib turadi. Ularning ikki xil harakati bor. Birinchi, ichki harakat. Bu bütün mahluqotlarning tuzilishini shakllantirgan atomlarning harakatini ko'rsatadi. Moddaning o'limi atomdagi harakatni to'xtatib yo'qilishidir. Ikkinchi, tashqi harakat. Jonsiz mahluqlar harakatga o'tish uchun cho'qim tashqi kuchning ta'siriga muhtoj bo'ladi. Ikki parcha kesak o'zini bir-birining ustiga tizolmaydi. Bir taş harakat qilg'uchi bir tashqi omil bo'lmay turib, o'zligidan bir yerdan yana bir yerga harakat qila olmaydi. Taşlar o'simlikka o'xshash ko'payolmaydi va cho'ng'ay olmaydi. Biologiyalik nuqtadan ilib aytganda tug'ilmaganligi uchun o'lmaydi. Ikkinchi, o'simliklarning harakati. O'simliklar jonsiz mahluqlardan farqli shaklda ko'paydi va cho'ng bo'ladi. Ular ham tashqi kuchning ta'siri, ham o'zining ichki kuchining ta'siri bilan harakat qiladi. Lekin hayvonotlarga o'xshash o'rin almashtirmaydi. Rizq izdamaydi. Ovchilardan qocholmaydi yoki ovlarini qo'g'lay olmaydi. 3. Hayvonotlarning harakati. Hayvonotlar o'simliklardan farqli holda tug'iladi, cho'ng bo'ladi, qo'rsiq ochadi, ussaydi, rizq izlaydi. Yashash tuyg'usining yetakchiligida qochadi, ovlarini qo'g'laydi, bularni amalga oshirish uchun harakat qiladi. Bu harakatlarni o'z ichidan kelgan bir energiya bilan amalga oshirdi. U energiyani harakatga keltirgan narsa uning ichki his tuyg'usi. 4. insonlarning harakati. İnsanlarmı harakat holatida bo'ladi. Birinchi, toshlarga o'xshash tashqi kuchning ta'sirida harakat qiladi. Odatda bu ahvoldagi inson o'lgan yoki o'likka o'xshaydiganlar qatoridan. Ikkinchi, o'simlikka o'xshash tuvan chakda harakat qiladi. Faqat hayotda qilish asosi o'rinda turgan harakatdir. Bu ahvoldagi inson bir xil jiddiy qutqizish jihoziga bog'langan. Ammo o'qil bilan oziqlantirilgan bemorga o'xshaydi. Uning bu harakati o'simliksimon hayot deb ataladi. 3. hayvonlarga o'xshash passiv harakat qiladi. Bu ochliq, qo'rquv, shahvat, g'azabga o'xshash ichki his tuyg'ularning to'rtkisida bo'lgan harakatlarni ko'rsatadi. Bu harakatlarning ichida aql, iroda va vijdon yo'q. Bu harakatlar insonning biologiyalik tarafi bilan munosabatlik. 4. ichida insonni inson qilgan aql, iroda va vijdon bo'lgan harakatlar. Mana bular insonda ko'rilgan eng ustun harakatlar bo'lib, din, bilim, san'at, texnika, madaniyat sohasida ko'rsatgan barliq faoliyatlar bu doiraga kirdi. Ibodatlar, ilmiy faoliyatlar, san'at asarlari va texnikalik uskuna asboblar bu harakatning mevalari. Metal, ya'ni kon mahsulotlari, o'simlik,
hayvanat va inson harakat nuqtasi jihatdan mana mushundaq o'xshamaslikqa ega. Undaqda bu o'xshash bo'lmagan maxluqotlar kategoriyalari orasida o'rtaq bir nuqta bormi? Bor. U o'rtaq nuqtaning ismi jalbkorlik, ya'ni tortish kuchi. Harakatning siri jalbkorlikda. Cansız məxluqlarni bir maddi sifatida mavjud qilib turgan narsa jalbkorlik bo'lib, maddi məxluqlarning qurilmasi bo'lgan atomlar jismni mavjud qilib turayotgan omilning dal o'zi. Atom bir musibat, yana biri manfiy ikki zarratdan tashkil topadi. Zarratlardan tashkil topgan atom yadrosi atrofida elektronlarning harakat qilishini shakllantirgan narsa jalb qilish kuchi bo'lib, qayerda orbita va aylanish harakati bo'lsa, u yerda jalb qilish kuchi bo'ldi. Elektronni o'ziga tortib turadigan bir tortish kuchi bo'lmagan bo'lsa, elektronlar u bo'shliqda turolmaydi va belgilik orbita atrofida harakat qilmaydi. O'simliklarni hayot tutib turayotgan narsami jalb qilish kuchi bo'lib, o'simliklarning yiltizi suvning jozibasiga mahliya. Shunga tuproq orasidan suv izlash uchun yiltizlari har tarafga qarab g'o'l soladi. Yiltiz g'o'llari suvning jalb qilish kuchi ta'sirida suvga qarab uzraydi. O'simlikning yetilishimi mushundaq bo'ladi. Faqat o'simliklarla suvning jozibasiga mahliya bo'lib qolmasdan, suvmi o'simlikning jozibasiga mahliya. Yağmur bulutlari o'rmon balvog'larining jozibasi bilan o'rmonga qarab ilgirlaydi. Quyoshning o'simliklarga qarta jalb qilish kuchi bo'ladi. Zich o'rmonliqlarda o'simliklar kun nuriga intiladi. Bu jalbkorlik o'simliklarni yuqoriga qarab tuz va tik o'sishni keltirib chiqardi. O'simliklarning ko'payishimi jalbkorlikning natijasi bo'lib, changlashishning siri jalbkorlikda. Hayvonotlarda juftlarning jalb qilish kuchi bo'ladi. Bu jalbkorlik sababidan o'zaro juft izlaydi. Juftlashidi va bu orqali naslini davom qildirdi. Go'shtxo'r hayvonlarni o'g'lari jalb qiladi. O'txo'r hayvonlarni o'simliklar jalb qiladi. Agar bu jalb qilish bo'lmagan bo'lsa, hayvonlar mavjudligini davom qila olmaydi. Jalb qilishning eng yuqori pallasi moddiy mavjudiyat halqasining eng yuqorisini tamsil qilgan insonga berilgan. Inson turining mavjudligi u jalbkorlikqa qarzdor. Jalbkorlik er va ayolni bir-biriga tortgan narsaning dal o'zi bo'lib, dunyodagi buvoqlar jalb qilish deb atalgan tortish kuchining sortliq mevasi. İnsonga baxsh etilgan ustun jalbkorlik faqat ko'payishda ko'rilmaydi. Ko'paytish, yortishdimi ko'rildi. İnsonning yuragi, aqli, qo'li, tilidan maydonga kelgan barliq go'zalliklar, yaxshiliklar bu jalbkorlikning mahsuli. Agar jalb qilish bo'lmagan bo'lsa edi, bayqash, ijod qilish bo'lmaydi. Kashf qilish shaylar yaratilishdan o'rinlashtirilgan jalbkorlikning mahsuli bo'lib, bu xuddi magnitning to'mirni o'ziga tortishiga o'xshash. İnsonni o'ziga noma'lum bo'lgan shaylarga jalb qiladi. Shaylardagi jalbkorlikqa javob qaytargan insonning fitratiga yerlashtirilgan go'harning ismi qiziqishdir. Agar jalb qilish bo'lmagan bo'lsa, inson o'rganolmaydi. O'rganish inson aqlining bilimga bo'lgan qiziqishining natijasi. Aql bilimning jalbkorligiga mahliya bo'lmasdan inson o'rganolmaydi. Mana bu sababdan inson bilimning orqasidan mangadi, bilimga ega bo'lish uchun badal to'lashga rozi bo'ladi. Agar jalb qilish bo'lmagan bo'lsa, inson hech qanday narsaga ishonmaydi.
e'tiqod bilan e'tiqod qilguvchi orasida jalb qilish bo'ladi. Bu jalbkorlik natijasida inson o'zi ishongan yo'lda fidokorlik ko'rsatadi. Hatto hayotini ko'zini qirmasdan qurbon qila oladi. Mavjudiyatning hammasini harakatga keltirgan bu o'rtaq omil bo'lgan jalbkorlikning insondagi namoyandasini oshiq deymiz. Mana ko'rib turganingizdek tosh bilan boshlangan safarimiz oshiqda qaror qildi. Jalbkorlikning eng yuqori pallasi oshiq. Oshiq arabcha so'z, kelib chiqishi noma'lum. Tilshunoslarning aytishicha, tugini bog'lab qo'yishni al-ushq deydi. Chunki bog' uni boshqa bir yerga ketib qilishdan to'sab, faqat bir yerga bog'lab turdi. Ba'zi tilshunoslarning qarashicha, oshiq so'zi yo'g'imach o'simlikning bir xildagi ismidan kelib chiqqan. Chunki yo'g'imach o'zi yo'galgan narsaga shundoq yepishib qoladi-ki, xuddi oshiqning mashqiga boshqa birining yiqilishiga yo'l qo'ymaganidek, yo'g'imachmo yepishgan narsani ching tutadi. Oshiq haddidan ziyoda so'ygi, chekdan oshgan muhabbat deganlik bo'ladi. Kelib chiqish tarkibidan oshiq ichida shahvat bo'lgan, vubub ichida muhabbat bo'lgan, vudud ichida shafqat bo'lgan so'ygidir. Qur'on va nabaviy sunnatda oshiq so'zining o'rniga vubub va vududning ishiltilish sababi balki oshiqning ma'nosida o'z ichiga olgan oshqulluq va moddiylik bo'lishi mumkin. Oshiq sehrlik bir kalima. Bu so'zning sehri kuchi shubhasiz so'ygining o'zidan kelmoqda. Gerçi arabcha bo'lgan bo'lsa-mu, Qur'onda oshiq so'zi labiz shaklda tilga ilinmaydi. Faqat ma'no orasida tilga ilinadi. Ya'ni oshiq kuchlik muhabbat, muhabbatning eng yuqori darajasi sifatida ta'riflanadi. Oshiq normal kundalik aloqa tilida maddiy va jismoniy ma'noda ishlatilganligi uchun diniy so'zlikda ancha ko'p ishlatilmagan. Lekin oshiq so'zi tilimizga, hol turqimizga, o'tmishimizga, kelajagimizga, san'atimizga, ishchimizga, tishimizga shundoq bir singib ketgan bo'lib, rostini aytsam, uni til qushxonamda g'erib va yetim qo'yishga ko'nglim rozi bo'lmaydi. Oshiq uqumini tasavvurda isloh qilib ishiltishni men munoyatda muvofiq deb qarayman. Shaklni mohiyatning oldiga qo'ygan inson tipi insoniyat tarixida hech qachon bugünkidek buncha ko'payib ketmagan edi. Qandoqmi ko'paysin? Bilim davri deb atalgan amaliyotda man shaklini olay, uchurning bilish qismi joyida qolsin desak, to'g'ri bo'ladigan davrda yashayapmiz. Bütün asiyada ko'rinish, shaklvozlik bo'lganlar oshiq haqida to'xtalganda haqiqatan hazrati oshiqni nazarda tutganmidi? Yo'q, undaq emas. Chunki dardi oshiq bo'lish emas, balki oshiqdek ko'rinish. Shunga oshiq haqida to'xtalishni bak yoqtirdi. Lekin ular haqiqiy oshiqlarning oshiq uchun to'lagan badalning zakatini berishga yaqin kelmaydi. Halbuki hazrati oshiq shaklvozlikni yaxshi ko'rmaydi. Aksicha haqiqiy ma'noda oshiq bo'lganlarni yaxshi ko'rdi. Oshiq hammadan bak rad qilgan tip, oshiq bo'lishning o'rniga oshiqdek ko'ringan oshiq savdogarlardir. Ular oshiq bo'lishni emas, oshiqni ko'rgazma qilishni, setishni yaxshi ko'rdi. Barliq qadriyat sotquchilarga bir so'zim bor. Bir narsani setayotgan bo'lsangiz, uningdan mahrum qapsiz deganlik bo'ladi. Chunki siz sotgan narsa sizning emas, balki setib olg'uchining. Oshiq
izchil şahit bolğanlıq. Bugün aşıq kəlimisi tilimizdə əslidəki mənisidən teximi halqıgan bulub, həmmədən küçlük söygünü ifadələydigan bolub qapdı. Bəlkim kəlimi ifadələyən bu köpdürmə, mübaliğə, bəzi iqimlarning uni suiiste'mol qilishiga yo'l echib bergan bo'lsa kerak. Natijada oshiq patini va panteist iqimlarning qo'lidan hech qutulolmadi. Bir Qur'on talibiga nisbatan oshiq izchil shoidlik va sheitlik holi bo'lib, u ishqni izchil guvohlik holi deb qaraydi va mundaq tushunadi. Allah'ның namı bilan hərəkət qilish bolğan təsbih mavjudiyatning oshiqi. Allah'ni bir deb bilish bolğan tavhid aqidaning oshiqi. Allah'ni ulug'lash bolğan takbir mahiyatga bolğan oshiq. Mas'uliyat еңі болған тәқва ирадының ашықы. Hər biri zihin hərəkətinin fərqli tərəflərini işarət qılğan təzəkkür, təfəkkür, tədəbbür, təaqqul və təfəkkür əqlinin aşıqıdır. Onun söygüsüdən ayrılıb qilish əndisi bolğan iman və xaşiyət qəlbinin aşıqı. O, yaratılışdan tatib, bəxş etken təbiiti bolğan fitrat, vicdanның aşıqı. Onun seni və senin onu yad etişi bolğan zikrullah, əsti tutuş, yəni meninin aşıqı. Yaratılış bilən maslaşış haleti bolğan əxlaq, hal turuqның aşıqı. Sülhi bilən ıslah qılıb, salah, yəni yaxşı əməlgə elib bağan hərəkət bolğan saliyat, organlarının aşıqı. Davamı var.